121 temani 3 qismi amaliy. Tetrayderning barcha yon yoqlari asos tekisligi bilan 45 gradus tashkil qiladi. Ya'ni yon yoqlarga ko'ra qurilib turibdi. Alfa-femalari bir xil burchak tashkil qiladi ekan. Asosining tomonlari 2-2-6. 2-2-6 bo'lgan tetrayder. Demak, yoqlari bir xil burchak tashkil qiladi desa, ichki chizilgan aylana markazidan tushadi balandligimiz. H. Demak, shu kichik radius bo'lsa, bu yerdan alfa fema o'tadi. Fi. Shu 90 gradus, bir H, bir kichik radius, bir fi bo'lib turibdi. Shu alfa fema bilan radius orasidagi burchak 45 lik aytilgan bizga. Demak, bize kichirini topish imkoniyati bor. 2s taqsim perimetr. Ya'ni uch burchakning ichki chizilgan radiusini topish kerak. 2-2-6. 2 ko'paygan s tenimizni gerondan topsak, yarim perimetr bu, hozir bu yerda 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Bu misolimizda kamchilik bor ekan shartida, sababi tomonlari 2-2-6 bo'lgan uchburchak mavjud emas. Sababi ikki tomonni qo'shganimiz uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Bu yerda shunday xato bo'lgan, tomonlarini tanlashda xato ketgan. Shuning uchun ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misoldan xuddi shunday 25, 24, 7 bo'lgan tetrayder bor ekan. Balandligimiz asosan ichki chizilgan aylana markazidan tushsin. Shuri kichiri. Bir H. Bu yerda alfa fema bor. Ishorimiz 60 gradus. Bir 60 gradus, bir 90, bir H, bir alfa fema, bir kichik radius. Kichik radius bu uchburchakka ichki chizilgan bo'lib turibdi. Radianimiz 2s taqsim perimetr. Perimetrini topsam 49, 7 ni qo'shsak 56 ekan. 2 ko'paygan s ni gerondan topaman. 28 ko'paygan 28 dan 25 ni ayrsam 3, 28 dan 24 ni ayrsam 4, 28 dan 7 ni ayrsam 21. Taqsim perimetrdan 56 chiqdi. Bu qisqarish natijasida roteng 28 ni 7 ko'paygan 4 deymiz. 5, 4, 21 ni 7 ko'paygan 3 deymiz. Taqsim 28. 2 7 dan 7 chiqadi, 2 4 dan 4 chiqadi. Ko'paygan ildiz 15 taqsim 28. Demak, kichik radiusimiz ildiz 15 chiqdi. Demek beri 60 olsa beri 30 bo'ladi. Alfa femamiz shu yerda 2 ildiz 15 oladi. Yon sirtini yuzasini so'rab qo'yibdi. Yon sirtini yuzasini topish uchun 3 dona uchburchak yuzasi qo'shiladi. S yon teng 1 taqsim 2 7 ko'paygan alfa fema plus 1 taqsim 2 7 ko'paygan alfa. Endi 7 emas, 25 ko'paygan alfa fema plus 1 taqsim 2 24 ko'paygan alfa fema. Ya'ni uchburchaklarning yuzasini topib chiqdim. Bu yerdan endi men 1 taqsim 2 alfa femani chiqarib olsam, 1 taqsim 2 alfa fema chiqsa, perimetr asos qoladi. Demak, 1 taqsim 2 alfa fema deymiz.
Afafema 215 ko'paygan perimetr asos deganimiz 56 chiqadi yani. Demak javobimiz 56 yuzasidan 15 degan chiqadi ekan. Uchinchisi, qirrasi 663 ga teng bo'lgan muntazam tetraedrning to'la sirtini toping. Muntazam tetraedr degani barcha tomoni muntazam uchburchakdan ega bo'lgan shakl bo'ladi. Ko'rinishi shunday bo'ladi. Hamma tomoni A bo'ladi. Bu yerda 4 dona muntazam uchburchak yuzasi qo'shiladi. Demak 4 dona 363 taqsim 4 a kvadrat bo'ladi. Demak S to'la sirti 763 a kvadrat ekan tetraedrda. 763 ko'paygan a deganimiz bu 36 ko'paygan 3. 108 yuzasidan 3 degan javob chiqadi ekan. 4-chi, balandligi 6 ga teng bo'lgan muntazam tetraedrning yon sirtini yuzasini toping. Balandlik uchratan bo'lsak 6 ekan. Tashqi chizilgan aylana markazidan tushishi mumkin, ichkisidan ham tushishi mumkin. Bir xil muntazam shuning uchun. Men tashqisini tushiraman. Bu yer kattari, bu yer ham bu yer a bo'lsa, demak Pifagordan a kvadrat teng 36 plus kattarini kvadrat. Demak kattarini topadigan bo'lsak, muntazam uchburchakka tashqi aylana chizilsa, a taqsim 2 ko'paygan 180 taqsim 3 bo'ladi. Sinus 60 da 163 taqsim 2. Demak r deyamiz a taqsim 163 ekan. A kvadrat teng 36 plus a kvadrat taqsim 3. 2 a kvadrat taqsim 3 teng 36. A kvadrat deganimiz 12 ko'paygan 3 teng 6 chiqadi ekan. Tomoni 6 bo'lsa, to'la sirti 163 a kvadrat bo'ladi. S to'la teng 36 163 degan javob chiqadi ekan. 5-chi, muntazam tetraedrning qirrasi 2 ga teng. Uning asosiga tashkillangan aylananing markazidan uning yon-yog'igacha bo'lgan masofani toping. Asosini tashqi chizilgan aylana markazidan, ya'ni balandlik tushgan nuqtadan, shu nuqtamizdan asosining yon qirragacha bo'lgan masofani toping deb qo'ydi. Shuni bir qandaydir x desam, bu yeri radius bo'lib turibdi, bu yeri balandlik bo'lib turibdi. Shu uchburchakni bu yoqqa chizib olish kerak. Bu yeri h, bu yeri radius, bu yeri yon qirra bo'lib turibdi, bu yeri x. Muntazam tetraedrda shu yon qirralar ham 2 bo'ladi shunda. R deganimiz a taqsim 163 edi. 2 taqsim 163 chiqadi ekan. Shunimiz 2 taqsim 163. Bu yeri 2. Demak h ni topib olamiz, keyin x ni topamiz. Ya'ni uchburchakning balandligi bo'lib turibdi bu. Demak h kvadrat plus 4 taqsim 3 teng 4. H kvadrat teng 8 taqsim 3 bo'ladi. H deganimiz ildiz ostida 8 taqsim 3 chiqar ekan. Endi shu uchburchakning balandligini topish uchun 2 yuzani bir-birsini tenglash kerak. S teng 1 taqsim 2 AH bilan 1 taqsim 2 a ko'paygan buni tenglab olamiz. 1 taqsim 2 shu
2 yani h deyamiz 2x bo'ladi teng 1 taqsim 2 2 katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 2 taqsim 3 ko'paygan 8 taqsim 3. Bular qisqaradi, bular qisqaradi. X deyamiz 2 2 taqsim 3 chiqar ekan. Javob shunday bo'ladi ekan. 6. Oktaedrning kirrasi 8 ga teng, to'la sirtini toping. Oktaedr deganimiz asosi o'zi muntazam 4 burchakdan iborat bo'lgan shaklni 2 marta ko'p qo'ygan uchun. Pesindan bor degani. To'la sirt degani shu 3 burchakdan 8 dona bo'ladi. Birinta 4 donasi bo'ladi. Pesdan shunday 4 donasi bo'ladi. 8 dona 3 burchakning yuzasi bo'ladi, muntazam 3 burchak. Kirrasi 8 ga teng bo'lgan. Demak 8 ko'paygan aslında 3 taqsim 4 ko'paygan a kvadrat. Shu s to'la muntazam yani oktaedrning yuzasini topib beradi. 2 aslında 3 ko'paygan 64. 128 3 degan javob chiqadi ekan.